Hurmatli fuqarolar, shaharda kecha tunda Lamborghini mashinasi yo'qolgan. Uni o'g'irlagan odamning qiyofasi soqolli, qora tanli odam. Uni ko'rganlar bo'lsa, darhol bizga xabar bering. Biz esa uni hibsga olamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Oho, shunday qimmat mashinani ham o'g'irlatadimi? Qaysi tenda o'g'irlatib ekan? Lamborghini 3 million dollar turadigan mashina. Mayli, nima ham derdim. Mabodo o'g'rini ko'rib qolsam zo'r bo'lardi. Basharasini shunday urib turib to'rtga bo'lib ajratardim. Stop. Lamborghinimi? Tushunmadim. Tak. Ichidan kim tushdi? What the? O'sha o'g'ri. Nahotki omadim keldi. To'xtanglar, endi men o'rin tutib beraman. Aytgancha barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo Havaslarman. Yangi videoyimdasiz. Albatta, kanalimga tez obuna bo'linglar. Bu men uchun juda ham muhim. Sizlar uchun esa juda ham oson. Xo'sh, ana endi o'rin tutib beramiz. Juda ham zo'r bo'ladi. Agar menga davlat tomonidan normal kompensatsiya to'lab berilsa, juda ham zo'r bo'lardi. Nima gap? Assalomu alaykum, brat. Va alaykum. Bu mashina o'zingizdanmi? O'zimdan nima qilibdi? Prosta hech narsa, shunchaki so'ramoqchi edim. Voycha to'xta. Menmi? Senga ish bor, ishlaysanmi? Zo'r soqqali. Qanaqa ish? Menga uy kerak. Pulni ham, xom ashyolarni ham o'zim beraman, senga qurib bersang bo'lgani. Qancha pul berasiz? Pul qancha berishingizga qarab ishlay. Oho, bo'ldi, bratan, quramiz. Yana bor, indamay tur. Bo'ladimi shuncha pul? Albatta bo'ladi. Oho, shuncha pul. Xo'sh, hozir men senga qurilish bloklarini beraman. O'sha bloklardan foydalanib qurasan. Tushundingmi? Mana bu tomondan. Aha, tush tomondan. Xo'p, mayli, quraman. Bering bloklarni. Mana buni ol. Zamonaviy uy qulasan. Tushundingmi? O'shaning uchun oq qora qilib blok beryapman senga. Tushundingmi? Aha, tushundim. Xullas, qurib bo'lgandan keyin kelaman. Men hozir qishloqdan bir-ikki ishlarim bor, o'shalarni bajarishim kerak. Aytgancha, to'xta. Mana pulni olganda mashinamni mana bu yerga parkovka qilib qo'y. Tushundingmi? To'xta, bloklar ko'p ekan, bloklarni emas. Mana pulni olib qo'y. Tushundingmi? Aha, tushundim. Bo'pti, hozir yarim soatda kelaman. Unda sen tayyor qilib qo'y uyni. Aha, mayli, rahmat, bratan. Oho, musor tashab ketdimi? Voy, farosatingga oyog'im. Mayli, mashinani parkovka qilish kerak ekan. Lamborghini o'g'irlangan-ku bu. Mayli, politsiyaga xabar qilish kerak edi-yu, ammo mayli. Muhim pulni oldim-u. Pulni hozir olganim sababli bino, asta, binoni uyini qurib bo'lib turib, keyin politsiyaga xabar beraman. Shunda ham pulli bo'laman, ham ham uyli bo'laman. Uyni ham o'zimga olib qolaman-da. Qochib turay, yonimda turmay. Basharangga oyog'im, eshikning oldida turma. Qanday ochiladi buni eshik? Mana. Tak yopib qo'yamiz. Yopil. Voy, nima yopilmaydi bu? Yopil. Tak ustiga chiqib bosish kerakmi? Nima qilish kerak buni yopilishi uchun? Bo'ldi, mana yopildi. Bunga отдельный barmoq izi qo'yganman, nima qo'yib tashik. Ozgina qo'yib tegishga boru. Mana bu yerda ham bitta qanaqadir mashina bor, ammo mana bu Lamborghini. Buni qaranglar. Dahshat mashina ekan ko'rinishidan. Lekin bilmadim qanchalik zo'rligini. Tak, ana endi bratanga uy qurishni boshlaymiz. Ammo shuncha pul berdik, ko'rdinglarmi? Pullarni yashirib qo'yishim kerak. Tak, uyimda shkaf bor edi, o'zi pul uchun shkaf qilganman, ko'ryapsanmi? Bu yerga sig'armikan? Sig'sa kerak. Okey, sig'ar ekan, juda ham ajoyib. Ana endi hozir yopil, ochil, yopil yoki ochil, yopil. Qarashda eshiklarimga ham o'zbek tilini o'rgatyapman. Ochil desam ochiladi, yopil desam yopiladi. Voy, nima kirib bo'lmaydi. Tak, tapor bilan mana shu ikkalasi va belkurakni ham olaylik. Most kerak bo'lib qoladi-da, lekin bizga asosan tapor bilan kirka kerak bo'ladi. Xo'sh, mana bu qo'limdagi narsalar menimcha kirka bilan sinsa kerak. Oq-qora bloklar bor-ku. Tak, pol qismi uchun bizga daraxt kerak bo'ladi. Daraxt olib kelish kerak qayerlardandir borib. Lekin mana bratan juda ham boy odam ekan, ko'rdinglarmi? Bilmadim. Balki rostdan o'g'irlamagandir, o'zinikidir. Lekin tashqi ko'rinishi o'sha televizorda aytilgandek soqolli, qora tanli odam deyishgan edi. Rostakasim shunaqa odam ekan. Endi bilmadim. Balki o'g'irlamagan, balki o'g'irlagan. Lekin menga pul berdi-yu ishlashim uchun. O'sha pulga yarasha ishni qilaman, keyin esa politsiyaga xabar qilsam ham bo'ladi. Lekin politsiya aytdi-ku, Lamborghini o'g'irlangan deb. Bu odamning mashinasi ham Lamborghini ekan. Demak, 100% shu odam o'g'irlagan hammasini. Bo'ldi, mana shu odamni, politsiyaga aytib beraman. Avval uylarni qurish kerak yoki xabar berib qo'yaman. Kechroq kelsanglar, ushlab turaman deyman. Tak, telefonim o'zimda 102. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Politsiyachilar eshitadi. Xullas, Lamborghini mashinasi yo'qolgan ekan. O'sha bo'yicha qo'ng'iroq qilyapman. Nima gap? Topdingizmi mashinani? Ha, topdim desam ham bo'ladi, faqat hozir emas. Ya'ni kech bo'lishdan biroz keyinroq kelsanglar, men o'g'rini ushlab turaman.
Bo'ldi, manzilni ayting. Manzil 100 qishloqning orqa tomondagi ko'chasi. Ya'ni tak mo'ljal eski binoning orqa tomoni. Bo'ldi. Unda kechroq yetib boramiz. Aha, mayli kutaman. Tak, ana endi ular yetib kelguncha men bu yerda biroz zo'rroq uy qurib qo'yaman. Atak u biratan yashay olmas ekan, armon bo'lib qolar ekan biratanga. Oho, kompyuterxonani oldidan tushyapti. Kakras o'zimga mos uy bo'lyapti. Juda ham zo'r. Okey, mana bloklar yetsa bo'lgani. Nahotki yetmay qolsa yo'q yetadi. Yetkazish uchun harakat qilaman. Lekin yetmay qolsa dabdala, dabdala. Xo'sh, okey. Iloj yo'q, mana shunaqa usulda pul topmasam, voy, yetmay qoldik. Qayerdan olib kelamiz? Yana shuncha joyga borib kelmanmi? Yaqinroq joyda shunaqa daraxt yo'qmikan? Mana shu atrofda daraxt bo'lishi kerak edi. Obbo, mana bu yerda ekan. Mana bu yerdagisini olaylik, mayli yaqinroq joydagi shuncha joyda yugurib yurib, oxiri ishlarim juda ham ko'payib ketaveradi. Bugun polizda ishlamasam kerak katta ehtimollar bilan va bu juda ham yaxshi, chunki sizlar ko'p poliz voy, bu yerga nima bo'ldi? Polizda ishlamasligimni yoqtirasizlar. Oho, bu yerga nima bo'ldi? Voy, mana daraxt yo'q. Oho, fizika qonunlari yo'qolgan joy ekan bu yer. Mayli. Yo'qolsa yo'qolaversin, menga nima? Tak, ana endi xo'sh, qaytarib qo'yamiz. Endi bularni joyiga qo'yib chiqamiz. Bo'ldi. Все, ortib ham qoldi. Kakras o'z ortib qolishim kerak edi. 1 2 3 4. Xo'sh, asta. Okey. 1 2 3 4. Juda ham ajoyib. Bu tomonni ham xuddi shuna qilamiz. 1 2 xato qo'yib yuborib bank. Mayli, endi nima ham derdim. Tak, bitta kam qo'ydim. 1 2 3 4. Bu tomondan qo'lim yetarmikan? Tak. Voy, yetmas ekan. Obbo. Xo'sh, xato qo'yibman, bular hammasini olib chiqish kerak, qaytarib. Bunaqa bo'lmasligi kerak edi. O'zi reja bo'yicha boshqacharoq bo'lishi kerak edi. Ya'ni hozir ko'rsataman sizlarga qanaqa bo'lishi kerakligini. Juda ham boshqacha proyekt tuzmoqchi edim. Afsuski o'xshamay qoldi. Bilmadim, noto'g'ri qo'yib yuborganim sababli shunaqa bo'ldimi yoki g'oya noto'g'ri o'ylanganmi yoki boshqa, bilmadim. Lekin politsiyachilarga o'sha xabar berganman, yaqinda ular kelsa kerak. Lekin ularni politsiyachilarga yozib berganim bilan ular ushlay olarmikan? Eplab ushlay olsa juda ham yaxshi bo'lar edi. Tak. Okey, bu yoqqacha kelmas ekan, mayli. Mana tak, bu tomonni mana va yana bu tomonga qaratib tortamiz. Okey. Xo'sh, okey. Va yana okey, bo'ldi, все. 1 2 3 4. Mana bunaqa ko'ryapsizlar, mana shunaqa stil qilmoqchi edim. Tak, 4 ta bo'ldi-ya. 4 ta. Blok yetmas ekan ammo. Ay, mayli, blok yetmagani yomon ekan, bor. Voy, bitta ortiqcha qo'yib yuborib, bositamiz uni. 2 3 4 ta normal bo'ldi, все. Oldi tomoniga, mana bu tomoniga bunaqasiga qo'yamiz va 5 ta ortib qolar ekan. Shu 5 tani bu tomondagi 5 taga qo'ysak bitta yetmay qolar ekanmi? Yetar ekan, qaranglar. Tak, bu tomondan mana buni olib tashlaymiz. Okey, normal. Endi o'rta tomonlariga oq blok qo'yib chiqsak ham menimcha normal bo'ladi. Xo'sh, deyarli qurib bo'ldim. Ana endi qolgan joylarni ham qilishim kerak. Mana bratan keldi. Bratan, mana qalay chiqyapti? Zo'r ko'rinishdan. Faqat tezroq qurishning iloji bormi? Maksimal harakat qilyapman tezroq qurishga. Juda ham yaxshi. Qo'lga tushdingmi, yaramas o'g'ri, bu yoqqa kel. Yep. Assalomu alaykum politsiyachi. Mana ushlarim yaramas. Sen aytdingmi yaramas, nimaga aytib berding? Endi iloji o'g'ri bo'lganini aytaman-da. Davay, yur, ketdingmi, shov ketaman. Rahmat yigitsan senga. Arzimaydi. Yaramas, hali ko'rasan mendan. Dam yur, tez olib ketaman seni. Oho. Va nihoyat o'g'rilarni tutib berdim. Juda ham yaxshi olib ketgan yaxshi. Men esa mana blok tepadagini qanday olsam bo'lar ekan? Oho, bo'lmayapti. To'xtaylik, men tutishimga to'g'ri kelar ekan. Buni tutsam ikkalasi ham qo'limga tushadi. Juda ham yaxshi. Tak, qo'yamiz. 3 ta ortib qoldi, juda ham ajoyib. Mana bu oq bloklarni endi yon atrofga qo'yib chiqaman. Endi o'zim uchun uy quryapman-da, bu yog'i o'zimga bo'ladi. Tak, okey. Oldini ochiq qoldiramiz. Oldida eshik bo'ladi. Tak, okey. Blok obbo yetmaskan-ku. Yetmagani yomon ekan. Tak, to'xtaylar, unda deraza uchun joy ochamiz-ku, baribir. To'xtaylar, men bu yerdan 1 2. Tak, nechta deraza ochsak bo'ladi? Bu yerdan ham deraza qilsak 2 ta 3 ta blok bo'lish kerak edi. Bittasi pastga tushib ketdimi deyman, Obbo. Orqaga tushib ketgan ekan kakras. Voy, olamiz va mana bu yerga va nihoyat baribir 3 ta blok kerak ekan. Obbo, yaramas. Xo'p, mayli, mana bu tomondan 3 ta olamiz. Bu tomonga ham bitta deraza qilamiz.
3 ta blokdan keyin 1 2 3 3 ta blokdan keyin 3 ta blok deraza bo'ladi. Bu derazadan hech narsa ko'rinmaydi. Shunchaki javon vazifasini bajarar ekan bu deraza. Mayli, o'zi menga mana shunaqangi uylar yoqadi. Qolgan tomonini esa taxtadan qilib qo'yaman tinchgina. Menimcha chiroyli ko'rinsa kerak, lekin bizda ustini yopish uchun blok qolmaydi-ku. Oho, shundan keyin blok yetmas ekan. Xo'sh, bu yerga ikkitasini yo 3 tasi qo'yilar ekan bu yerga va bitta ortib qoldi. Juda ham yomon. Borib daraxt topib kelamiz va quramiz. Aytgancha Lamborghini ham menga qoldi. Dahshat. Mazza. Yaxshi ham ana biratan sezib qolmadi. Sezib qo'yganga olib ketardi Lamborghini. Men aytdim-ku, lekin biratan Lamborghini o'g'irlagan odam topdim desam, nima deb o'ylagan bilmadim, lekin olib ketmabdi. Juda ham ajoyib menga qoldi. Yaxshi aytmayman ham, endi kelishgani bilan ham baribir topa olishmaydi. Hozir boraman-da, shunday mashina haydab garajimga solib qo'yaman. Garajimda hech kim ko'rmaydi u mashinani. Agar yetellar sotib qo'yishmasa, politsiyachilar hech nimani sezmaydi. O'sha yaramaslar aytib qo'yishi mumkin, lekin juda ham g'alati bo'lardi. Lekin qaranglar, takoy chiqyapti, bor qishloqda yagona zamonaviy uy bo'ladi. Va menga juda ham yoqayapti bu uyning ko'rinishi. Hozir mana shu yerni yopaman, keyin esa borib mashinani olib garajimga solib qo'yaman. Garajimga sig'armikan Lamborghini? Nima deb o'ylaysizlar? Menimcha juda ham zo'r sig'sa kerak. Mana shunaqa qilamiz. Tak normal eshik mana shu yerda bo'ladi va bu yerga bitta deraza qo'ysak ham bo'lar ekan, lekin eshikni mana bu yerdan qilamiz. Chunki qo'shnimda eshigi bilan bir xil ko'rinishda bo'lishi kerak. Bu yerda esa ikkita deraza bo'ladi. Juda ham chiroyli holat bo'ladi. Menga juda ham yoqdi. Xullas, mana shu uy bo'ladi. Men ketdim, borib Lamborghini'ni garajimga olib kelayda. Tak ochamiz va qani edi mashina? Mana ko'ryapsizlarmi, buni men qanday chiqarib ketaman? Uddalaymanmi chiqarishni? Bilmadim, hozir ko'ramiz. Tak, xo'sh, birinchi zatni qilamiz. Xo'sh, tak biroz oldinga, voy tegib ketdi, mayli, hech nima qilmaydi. Tekkani bilan zarar yetkazgani yo'q. Tak, mana polosda tutmasam bo'ldi, chunki qo'shnim yig'laydi keyin. Yig'lagandan keyin uni ovutishga bog'chaka bo'lishimga to'g'ri kelishi mumkin, chunki juda ham ditski panyatkasi. Xo'sh, asta, voy, asta va asta. Ko'ryapsizlarmi kiritishni? Ko'ryapsizlarmi? Tak, okey, bo'ldi. Всё, mana shu yerda turadi mashinam. O'zim esa bir amallab tushib ketdim, borib endi ana uyni qurishni davom ettiraman. Xo'p, yopib qo'yamiz. Hech kim ko'rmaydi. Juda ham takoy. Wow!